usta dehqonlarga 75 million so'mgacha subsidiya beriladi. 2027-yil hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari faoliyatini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan quyidagi moliyaviy qo'llab-quvvatlash instrumentlari joriy etiladi. Yuqori daromadli mahsulot yetishtirishni yo'lga qo'yish maqsadida usta dehqonlarga har 10 ta xonadonni ixtisoslashtirilganligi uchun 2 million so'm hamda mahalladagi xonadonlarning 30% ixtisoslashtirilganligi uchun 75 million so'm miqdorida subsidiya tomorqa va ijara yer maydonlaridagi samarasiz eski bog'larni rekonstruksiya qilish va yangilarini barpo etish uchun quyidagi subsidiyalar. Sertifikatga ega mevali daraxt ko'chati narxining 50%, biroq har bir ko'chat uchun meva turiga qarab 30 ming so'mdan oshmagan miqdorda. Mevalarning turiga qarab har bir o'rnatilgan tirgak narxining 50%, biroq 70 ming so'mdan oshmagan miqdorda. Har bir sotiq yomg'ir suvini yig'ish va tomchilatib sug'orish tizimini o'rnatish uchun 160 ming so'mgacha miqdorida. Suv ta'minoti og'ir bo'lgan hududlarda tomorqa va ijara yer maydonlarini sug'orish uchun tik quduqlarni bug'ulash va quvvati 10 kilovat soatdan kam bo'lmagan quyosh panelini o'rnatish uchun xarajatlarning 70%, biroq 200 million so'mdan oshmagan miqdorda subsidiya ajratiladi.